Şatlık Minutlar programmasi yana huzurunuzga sunuldi. Men Adiljon Abdumet. Qarşalımız, Adiljon Abdumet. Rahmat. Mana shu qaynam tashqinliq shatliq aramgaydan xushalliq izlash maqsadida radio to'lqinlarga quloq solayotgan barliq qadrli anglag'uvchilar. Men Zöhra Kerem. Zöhra Kerem xonim qarşalımız. Rahmat. En ko'ngilli minutlar mana bu yerda. Qiziqarli yumor va kulkilik paranglarmi o'tar bu yerda. Shatliq shayda qalbimiz mana bu yerdan shatliq topadi. Siz u yerda, biz bu yerda, ammo hammamizning o'rtaq nishoni xushal hayotga yuzlanish. Qani do'stim, eng samimiy yuragimiz bilan hammanglarni shatliq so'rinimizga taklif qilamiz. Shundaq, ba ovozimiz bilan qani shatliq so'rinimizga marhamat deb to'laymiz. Qani anglag'uvchilar, marhamat. Xo'sh, mana shundoq isil kayfiyatlar bilan do'stlarimizga bir she'rlarni sovg'a qilamiz-da. Xushalliqni chechivatdiq havoga. Ha. Voy teri vosin shatliq izlab yurganlar. Raz. Voy yumur so'zlab kuldirimiz hammani. Ha. Hamda ochsin qopig'ini turganlar. Oy, ajoyib to'g'ri dedingiz jamo. Isil chiqdimi? Qapaqni echib yuringlar. Qapaqni turgandan oshqa yaxshi. Ha. Xo'sh, qani. Nima deyman? Dana. Uni shatliq minutlari deydi ekan. Qani? Shuni shatliq minutlari deydi ekan. Ha. Aqida va anglag'uvchi do'stlarga radiodan uyan buyan katmiskan. Oho, katmaydi do'stlar. Qandaroq tayyor bo'ldinglarmi? Unda bo'lsa, katmagansizlar, ha, deganimizdek-a? Bir anglag'uvchimizning telefoni ulandi. Yaxshimisiz? Shatliq minutlari. Qanday ahvol? Yaxshi, Savut buva, qanday salomatmi? Hey. Voylar, ey. Heztek urunglar kirdi hozir. Ha, Xadicha momammi? Ha, ki momay urunglar bir qistaydi deb. Ha, voy, yaxshi bo'pti. Ma'qul. Unda hozir bizning navbatchi muharrir jiddiy turdi ulaydi telefonni. Ulaydi hozir, ha. O'ng'icha o'g'arliqda biz Yo'q, o'zi ulusin bulutda atroq qidilan bo'lmasa. Ha, yana bir spika olgankin, ha. Ha. Uni deyishga qanday bo'lib ketar shu gaplar. Ha, o'zingizchi. Ha, o'zingizchi qandaroq? O'zingizchi qandaroq? Yaxshi, o'zingchi. Salomatmi? Yomon isketdim ben. Oho, g'uljilar isib ketdim buva. Asılmayık pulum ketdi. Osmay kölen judinglarmi? Ha, pulum ketdi asılmayıkka. Oyo. Oy, Tönögünning yaxshisini izlab topolmay, oxir bo'lmay siz boshqa mo'maylarning tushlariga kirib, voy, jiqshlab o'kitibdi deyman. Ha, shu. Takka mallar şiketken, takka mal. Ha, deb qo'yib chiqadigan ish emasmi? Bika ansirtib qiyirqaqtida xiyolni jiqqug'izib. Akşam yaman keşif tutuşuna ola eşedi bir. Öyle hiç kaldım. Ertesi ayak çayla içmedi. Çayla yap. İyi geçsem. Kendine açık gitti o. Ben kaçtım. Ahırık. Şu. Başka mo'maylar. Karapaka kalkoyla gidiysem şu oğura çıktı deydi. Oy oğura çıktı dedi. Ben taka çıktım. Ben koydum aşağıdan ensirep otururken. Benim evde ensirmepti aşağı. Aldım. Mallardan ensirep dedi. Kimdeydi ensir mi dedi? Bu bana keldi mamam bana, ha. Ensirdin mi? Ensirgete zep çıkarttım ben kaynağızdım. Hayage. Nercimsizliğe aptatta ağzı portukştu. Hey. He. Mene hele tüş malıkıyımda gül küçürüp atsan bu. Gül gücürüp. Ay ne çok ne yaptık ha? Yürüyüşü atattım ama ben. Gülüşü vaktinde. Şu kendi beşim zaten şu. Üzen bilinmez zaten. Şamalda. Benim udurken şunu jürit bunun da. Yamgoy tüküt bardan amal kayda. Tüş uğraşkarak buğday yusan mı buldu? Çok yakşı ya. Ha, küymama kandarak tudunuz. Micazın salamet mi? Yaxşı bala Mert'ini gözlügen madem özanla birlikte. Biraz ahir tepilipti. Akşam şu taksici valla tepek koyup da mademni. Tepek koyup. Ne gitip ki? Dedim o bir sim turup tegmeyen bu kuartı dedi. Bir sim tegmeydi. Signal yaxshi emas deyotgan. Bu sen köye dedi bu adamla. Bo'pti, yaş birek bağın doğru tushunimiz. Ko'yimiz bo'lmaydi, chataq chiqadi, bo'shang. Ya lekin ko'ymaganda qildim mama. Çok
koygan bolsa sizlarni bolam. Voy yo'q, ko'ymagandek qildim ama Saud buvamning mushta suputini tushmay mana mushtapda naqshillarga deganning do'stingiz mo'maylar degan oshiq bo'lib degan tushab Saud buvamni mana. Deydi o, sen köye dedi mi? Ashta deydi o sizni. Oy, peyçiğinden payını koy, beni sen köydü deydi ha. Peyçigirning tayini yo'qdi. Oy, kuy mo'may, o'z mo'mayda bir do'stingiz bor ekan, oqshom shu 20 kechada tushab qilib. Buvamni. Undan keyin tushida shu Saud buvoy naqshlarni aytibdi ekan, shu naqshsiga dahshat kuy qapti. Ay mo'mayning tushiga madam kiribdimi yo madamning tushiga mo'may kiribdimi? Mo'mayning tushiga Saud buvoy kirib qapti. Shuning bilan naqshsi. Naqshimi aytibdi deqa tushida mo'mayning. Naqshi aytibdi, naqshsi kuyib qapti shuning bilan buvamning. Naqsi bilan kuydirib aytibdi ayolni. Naqshi aytibdi degina Saud. Ombak da deme. Dedi şeytan kıllı var biri. Ziyade adı isteyen. Ombak mo'maylar varken de senin ha? Ya nakşa ben de kuban kama. Onda acayip Hadi şeyler. işin kışlık ışık sağlamdı deymey. Ondan kayısı ispirme. Nem koydu omak dep bu. Allah da olsa. Sana böyle atak ispirme bu. Aytibirma dedi, aytang ko'nglim uftinga mush naqshi bilan. Aytagin mush vaqt naqshi aytgandi bu odam. Ko'nglim uftinga bo'ldi mush naqshi bilan bo'ldi. Fursat ma o. Momam qatap. Bir günle açtı çıray. Günle açtı çıray. Bana sen mendil kapıma momay. Beni geçiriyor het momay. Günle açtı çıray. Ya babu ri delememek geç. Şuma İşte momaydı. Mayli. To'g'rilab anglaveramiz. To'xtamayman keldi. Mayli. To'g'rilab anglaveramiz. Xo'sh qani, ha? Sizmi ayting kuy mo'may mushtachiraq naqsh aytib, men qo'shqarimsan, mening qo'shqarim. Qo'shqavay. Ben ile Saud g'upir neyse. Ayting. Moma, Saud buvam qatap birna. Saud deydi, bizning Saud yetmaydi. Saud kelur, kaydi. Oy Davud, bu tat qaldima davatgini. Vo mana. Oldingizmi buva Davud deb qoldi ya, ajab. Ne dedi? Davud deydi o arliqda Davud deb qoldi ya. Sening o'rniga dek et qoldi. To'xta. Niyat bir ish bor. Qachon? Hozir dedi, hozir. Ay men Saud deymadim, mening ma'u shek etib deg'aylinib ketdi. Ya mama çandamang endi. Baş vaqt qaçmagan de, buga ajab kechkisdi o. Ay shek etib deqaplashibdi deyman. Burun kichik vaqtda ilib ders jim o'tamay din o'tgan yo'qol ketganda sen bilmaysan. Mana ochiq keldi Saud buvamning mana. Birda bir bo'psizlar, birda bir bo'psizlar. Buni ular tugmaydi, kechda uy kirganda. Uy kirgan to'g'ri o'chirmasam qo'rqib bo'lib chiqib olasiz yana. Uy kirgan boshqa gap yo'q, tomog'ini yeymiz shu, boshqa yo'q. Voy, yurak degan nima yo'q, balam bu oyda xotirjam bo'laman. Sizmi xaltisi deyman. Hey qo'shillar. Nima? Sizlar qaysi mo'maylar paranjvatsizlar? Kuy mo'may. Oy, kuy mo'may. Programma qiziyotamdi. Oy, qiziyotidu. Sizlarning-chi? O chiqyapti. Oy. Men Saudning aqcham telefon bilan mag'ziga chaplashib, telefonda o'chib ketgandi tali. Senin mag'zingni qon yuzmay chaplashib ajratamayotgansa. Yo'q, yuzmay sugam teqi. Sizga qirg'an yuzmayni deb qo'ydi adam. Shundaymi? Men muchaplayman bo'ldi. Ha? Men muchaplayman o'man. Surkaysan xudo. Ufpa hamda ufpulni surkab dapa qo'ydam. Anglik. Ufpa yo'q. Ay birinchi darajalik unga 5-ni tiqib ketma bo'ldi. Boshqa bo'ldi.
Voy aştaq. Birinchi darajalik o'qib. Qaqagan ular keyin xemirib chiroy bu ketib, uni aşağıdan chiqdim, aytib. Bu bitirdi. Voy rost aştaqlikda atamsiz. Unda mı dep ketmejimi, soatni dep qo'yay. Endi manda olsa, Unğıçılab qo'ymasangiz hali bir ko'rimli qo'yman mana. Ko'rimlik. Shu momam sütini tushmidi. Uzatib qiynatam, seni bana o'rimlik qilib bergan. Tam meni menga o'rimlik qilib berayotgan deydi. Voy. O'zining nechki yallo'g'anlarni unutqazdi-da, baqishga verilibmi. Mana. Resmi. Er kishi degan qo'shu. Adam erlardan hushsiz Voy bo'ladi. resmi, resmi. Er kishi degan qo'shu keltirib bo'lgandan keyin, anandan keyin. Panoqni qilsa ip olgandan bu gapi yo'qlab ketdi. Voy shundali da. Moma. Panoq deydi sizni. O ichdimi? Endi panoq oldimmi? Mana. Ha. Yamg'o'larni bo'sh saqlatdingmi meni yamg'o yeshin. Ay, nima? Desi kavatdi. Atuvchilik saqlamayaptimni ko'rib mayaptimni jopasini tatmay tegdiga ish yo'q. Chuqaga adam emasmi? Ras, o'z saqlatqingiz, yoshaqdingiz, shu yoq saqlatqingiz bek yo'q shubtujimi? Qashtaqingiz kerak, e'tibor bilan. bir. Yamg'o yeshin demay. Siz bildirlar ki pavoqlarin mana zemidim çekin. Mana mo'ldirdi qilib qolganmi bu? Karomuga bunun. Ey moma, ashtam bag'dashlik qilamiz ey moma. Ya bag'ri tashliq emasmi? Irodasini. Bildirlarni qolgandan qashit olib mana hozir gul innovatida o'tirmoqimiz. Ko'rganmiz biz shu chal ko'rganmiz. Ha. Ne ko'rganmiz deb boşumun geldi. Yerim kichida evaganda ko'rganmiz deydi. Ay shu. Kelimiz bir-birimizni o'ta aytsak-ku. Ama hozir ko'rganmiz ishni ola balam. Buvammi shu? Ko'z yaxshi. Buva. Ha. Bu shu momamga qanchalik to'yliq apaga endi jila shu. Shunchalik go'zal bir momam. Evagan. Nim qilgan? Azayvag'an. Evagan. Qanday to'yliq apagan? Bununla andi Maldin. bir buqa, Bir buqa uyu, ha. qo'shqa, Mana. bir xo'roz bor teki. Ular ikki baqatga shu joyda. Bir evagan. Okey, bununla to'yliqlar qara. Yazda sumka, sumka deb bayana. Uyu. Yaxshi moda G'avris. Sumka degan boshsiz sumkada. Bu seçmaydı ananda. Kışık somka degan bağlayı somka deb qo'ymiz. Buna yesin. Bula, da qitib bardi o'g'limlar. Davamamdı deydi. Okey, qara 50 gram altın deb. Ha. Uzoqda dadam 50 gram altının dibini alıp ben kötülemem etme ağadan oldum kötülemem dur diken o. Moma aşınçulamı to'yliq seliq sağanma moma. Bu suyuq deysiz. Ha moma dana. Ay tushida apaga o'xshaydi bu odam. Tushida apaga o'xshaydi da. Asli qanchalik apag'anda ras bir gap. Zirisimi bormi, yo'qmi danga tehi. Moma. Buqa deb nima boksi o? Elaqa bey futran bu qog'oz qo'zni akaptika shu. Ya yilqi shu. Ay shu to'yga boshlab qolgan yilqi Samat buqa emasmi degini? Ha, shundanga. Shunda. Nima buva? Bu kızlara buldu. Öyle kötürem koyunu körüp para uğruk koyunu körüp. Buna bir çoğun pusvaka bir vat. Toylu beşik giydiğen. Moşumu soyuşmay olamdı. Demi digen küçük ol bu. Operasyonlar bu mal ne? Küyüğün kayısı digen ben. İnsan bana kırıp soyduğun malını almış kalan balığı bu değil kıra. Sonunda çıkıp çıkıp aşağıda açıyor. Onlar bu çıkan böyle koyaydı bir çoğun ayarlar. Uçakda yaştan siz diyen kızıkka. Beğenmeydi sizni. Arınız kayısı uskuyruk. Bul. U ishlar o'tib ketgan ishlar endi. O'yin to'yning qizig'i yo'q. Ovozni buzmanglar. Askar deb qoldi yoshlarjimi? Ha, shu. Ma oltin to'yga yetibsizlar mana. Manda bro bizga ancha shu oddiy soddichiliklar to'y qilgan. Turmushimiz shu oddiy soddichilik yo'qsizlarni to'y qilmo.
Hala hazırgıça biz bir nimning hisobini ya bir nimning xavfchilik mal dunyoning gapini qilib boqmadik. Yoshlar hozir uchun hammanimizni tayyor qilib bergan qip-qizil turmushlarni bu hazırlab tutmoqdi. Dehshat to'g'riga qildingiz Jimom momo. Shu ballab tushuntirishlardan maslhat bergidek qilyaptingiz. O'sha turg'anlar ketib bunu ha. Nima deydi? O'sha to'g'amlar gift atdik deydi. Ashtami damsiz naqdga qildi amaliyotda rasay. Munosabatlardan o'rgansa bo'ladi yoshlar. Bo'ladigan erkakcha hozir qirib taplish qoldiqda cho'ga. Endi menga unda tug'ilmaydi. Sen çoğumda bir gül ey. Mana. Ben sen kongan kipine o'zinim. Kipinek. Kipinek degan uchib ketayli bir deydi, u gulga yetib bo'lganga qo'nam. Qara Zuhraning aqlliqdan hammani bilib oldik. Ras. Ne deydi? Kipinek degan uchib ketaverdi deydi. Ha, mana. Ata kipinekler korkan yaptı. Ya guldan gulga uchib yurmang Yaş endi. kipinek. Ha, bo'pti. Yaxshi kipinakdan. Kipinekning avrishkisi shu qattirib joyida qo'yib qo'ygan. Şatarami korkan o ses ulan pişko koymagan. Aşı kipinekler yürüyoruz da parvarlarını. Raz ash kipineklarni ko'rgandan. Siz aliq kipinekning avrishkisi bo'lib turaveringmi, u yaxshi medirmaydi joyida jim turdi. Kıpetlerini arasını çıkıp Ha, hemen. to'g'ri. Momam bir lampushka bo'lsa, Saudvan bir parvonada endi. Ha, to'g'ri. Ma o'qitish to'g'ri bo'ldi mana. Mana ras. Üçüncü eski memnunumda bağmayın delik. Onda demək top turun. Bu abi münasibətni yaxshilab olsam, men ishni buzib. Ondayla. O'qimni o'chirib qo'ymasangiz bo'ldi u. Ko'z tegmasini ishqinglarga mo'may buvaylar mana. Anlıqçılarga ishqinglarga hozir nurg'un gaplarni yo'llayib o'tibdi. Ma ishki buvay bilan mo'mayga rahmat, dehshat. Kulib ma ko'zlarimiz yaxshi. Ya, vaqt bor. Bo'ldi vaqtincha qolmayli adam bularning ishi bor. Shu vada qo'yib. Doğru şu. Ağzını çiçişi var. Og'zini chichishadi. Ko'zning tepsida qishi var. Kışıda Bu bir adam işi degan var. shunda ichilib qotqizadi. endi ichilib o'tiringlar bo'ldi endi kunda. kashda uyga borganda endi abiyam bir-biringlarning ketkizib qo'ygan gaplarni endi tanamingni tatmay, deyishib qolmay, chiroyli qilsa, ha? Ben yani hoş kıvanma özüm bunu. Ha. Maçını çıkardım. Ayranda bırakın. Elektriklik koldu tutup amarajını bir ipirmen boldu ketdi. Niyemdiga yaxshi mana. Moma ashini gul ulamsiz? Ne yeme aytaq. Moma ashini gul ulamsiz? Gul bulamsiz deydigan gap yo'q Adiljon. Gul olmay balam. Bu bal çok ara bu adam bola deymilar kuzam yoshli ko'nib. Ya hozir yosh vaqtinglarni eslayotsizlar shu esingizda hozir. Bu adam bilan qara mashina aylantirish yo'q. Kız dostum. Qiz do'stimda. Obiktamdan. O boktam deydi. Ha. Momam gapini olyapmiz momamdan. Ha. Bu adam maşında aylandırdı to'g'ri. Oldiga mağdiga shunda usta bir yerlarda dolu qolganda qo'qayma qara. Qanda? Ay do kaynigi par yaxshi emas. Payji yo'q kaynigi yandırırsan. Ushlamdan. Ay usta gomda qo'ydi, aplarda kalpin ishlab kutida chiqmaydi mashagan. Anasi bugun ish qilib bunda kaynigi do'li qildi ayarladi mama, oldi qarab mangdi ayarlarlar men cho'gilanglarmisan. Mushti choraqlab qo'yinglar balam diqqat. Ma'qul. Diqqat qilib paydan sizmi kaynig do'li qilmay mashinlarni, Saud buva. Bo'pti, endi ishkanglarni bir-birini bo'g'ib qo'ymay, chiroyli yana davomli yaxshi yashab, undan salomatliklarga diqqat qilyap bo'vamama, ha? Ma'qul, rahmat. Yo'qlab o'tishday. Opilirvami deb buva? Apam atga momamın mijoz yo'q debdi. Momon. Bo'pti, ko'z tegmisin, ha? Hammadan ko'z tegmisin. Rahmat bo'pti. Rahmat. Bo'ldi. Ma'qul, salomat bo'lsin. Mo'may jurung yana. Ma'qul xo'sh. Mana bu ishqisi. Mana qiyiqqasi. Ishki buvay mo'mayga gap to'g'ri kelmaydi. Ey, mana rahmat Arafat, Shuhrat. Chiqaryapti ishkisi. Arafat, Shuhrat, ha? Qo'shida o'z boshlayotdik do'stlarimiz, o'g'illarimizni, ha? Ha. Bir yo'lning do'qmishida ikki mashina bir-biriga so'qishib ketdi. Mashinaning shoferlari mashinadan tushibdi-da. Har qaysi o'zlarining mashinalarini tekshirgandan keyin ayol shofer, er shoferga deydi. Ama mashinaning kimi asraqlan surilibdi-da.
Qarab aytsangiz bo'lmadi. Shu sizmi bir qarab aytsangiz bo'ladi. Qarab aydegashga. Men shu ko'zamba qarab aytdim apandim. Shuni bilan so'qdoq. So'qdoq deganni siz bunda qistab kirmagan bo'lsangiz o'zingizning yo'lda mangsangiz bo'ladi deyman. Ya bu bunda bir yandigan chiroqni ba'midingiz. Ya ben bədim. Bədim deb bunda yandab bo'lib ba'singiz hesablamda apandim. Ya o'zingizning yo'lda mangmaydi ekansiz. Yandigan odam ya chiroqni belgini ba'maydi ekansiz. Qanda bir aydash bo'ldi deyman. Xapamanga, qanday qilmasa. Voy. Aqt tutib turibsiz a? Ha, shu jiddiylik ketgan o'xshaydi. Bo'pti. Men mushningdimi his qildim sizning jiddiylashib ketganingizni. Unda sen bunda qilaylik deb turib aqt tutib qoldingiz a. Men mashinamning keyinda bir butulka pivo bati azroq ichiling a. Jiddiychiliging sal besqasi ajab emas. Oshtaba? Ha. Men odam bek jiddiylashib ketsa aqt tutudi deydi-mi da? Bo'ldi, buni takkallab mana. Acha, bunda kaypinchi yo'qmi mashinangizda? Voy. Tishingiz bilan bo'pti. Qipli ichyapmansiz. Ha. Yaxshi. Ishchina. Yaxshi. Ajab da. O'zingiz ichib qo'ymamsiz, ha? Qana obda ichdingizmi? Ha, obda ichdim. Ha, siz ichivering bo'ldi. Yana bir nepraymi? Bo'ldi. Ya ishnim bo'lmaydi. Moda taklif qilishning nimasi deyman. Ashtama? Ha, yana bir nepraymi? Mayli. Mana. Bilan bechokan ekansiz siz, ha? Elang ishnim bo'lmaydi. Aldirmaysan. Qandara? Sizin bir ichig'a? Ya, qay bo'ldi, men ichmayman bo'ldi. Ha, bilan ichib oldik. Voy. Ichdingiz. Bo'pti. Telefon nomeringizni depamamsiz? Ya, unda qilaylik. Telefon nomerini qilma. Obdan bo'ldimi? Obdan bo'ldi bilan. Rahmat juma bu qo'yanim dedi bu. O'zingiz ichig'a chiqib. Ya, men ichmayman deb turing. Siz ichdingiz bo'ldi. Men hozirning o'zida mishada qatnash saqchisini saqlab turay. Ha, ma'qul bo'ldi. Nima? Qatnash saqchisini saqlab turay? Baya birinchi botulkani ichib bo'lgan vaqtingizda saqchiga telefon qilib qo'yganman. Pey yo'q hamda. Ya Turkiya. Turkiya deganni voy. Qandanimsan? Osh buyurining o'ziga o'zang, ha? Yo'q demay ishdan, yo'limga kirsan. Ha, mashinani teqa sizib etsan. O'zingning yo'lida mangmay. Oxirgi teqa araqni yo'q demay ishsa, jim o'tir hozirga. Ya, yirga. Saqchi. Mana musha shu. Musha shumi? Nima shu? Telefon o'tkazib so'qishib ketdingmi? Ya, so'qishmadik. Biz madaniyatlik shopirlar biz. So'qishmaymiz. Manda bo'ldi saqchi. Saqchi. Menday. Mashin mening. Mashin musha odamniki. Menday. Mashin mening. Mashin mana mushu. Qaysizniki? Mana musha to'g'ri. Ma odamniki. Qag'ini qarasangiz ufqsiz. Men o'zimning yo'lda ketayotgan mavu belgicha. Nima o'zingning yo'lda ketib barsa? Nima o'zingning? Saqchi, men gap qilaymi? Men gap qilmayman. Hilqi bir narsanglar bor sizlarniki. Uskunanglar. Nima uskuna? Hilqi mendaq bir araq ichganda pudib tekshirdigan. Bo'ldi. Sen araq ichdingmi? Yo'q, men araq ichmidi bu. Yo'q, ichmidi bu. O'zi oldiga ichmidi dalaverdi. To'xta. Uskuna bormi? Bor. Mashina. Ha. Ko'p kunduzda. Azocha. Voy, men soqchiman. Araq ichmidi. Shu demisizmi shu soqchi? Puf qiling ha. Voy. Soqchi men rosa araq ichmidi. Qila. Pulfiya. Qiling ha. İşçinizga tatmaysiz, peshingizga puydan ha. Voy, puydamatım aralashmay bir. İşchiga puydi oldi, ya saqchi hozir. İşchiga puydi de. Pulya, deyishing pulya. Ishibsan mana? Ha? Qanday saqchi ras debdi mamma. Ishibsan 40% chiqdi-ku. 40% chiqdimi o'xshashlar? 40%. O'xshashlar. Menday saqchi. Menday. Ha, degina. Ma xotin ma cho'kan madamni. Voy, tutib qoldi desam, shuning bilan jiddiylasib ketibsiz. Mashinamdan keyin araq va pijo va deb ishkizib o'tdi. Shuni men eshitdim. Oq ko'ngil ketib bo'lsay, mush ko'p kunduz araq ichib mashina haydamdingiz. Saqchi, o'zingiz bir taraf qiling. Men mashina unda bo'lsa 100% xatolik mushningdi-ku, ha? Bir dagidan. Saqchi, men birga qilay. Mening mashinamda jiloyi va. Yo'q, 100% xatolik mushningdi-ku.
bola o'zaro paranglashib qopti. Ey Alan. Va? Sening opang ish uqamdi. Momamning deyishchi opam bek shuqdiga. O'shlama. Bek uqamdi. Bek uqdiga. Ya. Lekin mening opam bor-ku. Ha. Bolalarning ishini ancha uqib ketmaydi. Nima uchun bunda deysam deya, sen nim bilsa? Bilmayman, opamning bolasi tursam. Ems qanday masalan? Mening opam qiziq degina. Ha. Uyqum kelmagan vaqtida, "Ey sanam, karvatga chiqib uxlang" deb zo'lab turib oldi. Ha. Ammo dahshat totliq uxlayotgan vaqtimda, "Turing, o'rningizdan, maktabga chiqsiz, nashta qiling" deb o'g'itdi qara. Shundaymi, faqat shu emasmi, ta'tir degina ta'tir. O'liq bir yumurdaka uxlayotgan odamni o'g'itib uyqudoringizni cho'lang deganda. O'shtalam qildi shu. Opamni qiziq kelsin opam. Rasmiy qiziqchimi shu ayol shunday raqamtu. Nemish qilmish opam bo'lib qolgan bu boyda shu. Ya bomsiz mening opam bola bo'lamsiz ya. Opam unda qilmamda. Opam unda qilmaydi. Juda qilaymi ya? Sen meni opamning uyida necha kun turib turamsiz ya? Opamga necha kun bo'ldi? Olmush, voy yo, meni uyqumni buzib opangni o'tiga o'g'itib meni. Unda olsa ketaymi ya? Keta bizning uyga yerib bilan biz bola bo'lib bilan biz bilan. Juda qilaymi? Opam uyg'otmaydi, kechada uxlatmaydi-ku, uxlam demaydi-ku. Yo, chamdoningni chiqib, kiyimlaringni chiqib bilan bizni ketaymi? Ketaymi? Opam o'zidan ko'rsin hamsa. Ha, shu, jura. O'shda qilsam qanday bo'lar? Yo, bo'ldilar. Unda qilsam bo'lmaydi-ku, jumalam. Qanday deysa? Yo, bo'lmaydi-ku, bundoq uydan chiqsa bo'lmaydi. Mayli, opamning deganim to'g'ri bir hisobda. Opamga dapaqa unsa boray, bo'lmay qolsa uyda. Mayli, opam nima desa. Mayli hamsa, bizning ishi. Xo'sh. Bir qizmi shu taksi tutibdi-da. Ne varsiz? Ustam, meni avvalgi cho'ng bozorga olib qo'ying. Cho'ng bozorgami? Ha, bo'ldi. Cho'ng o'tiramiz, bexatarlik tashimiz taqang. Ha, mana taqdim. Cho'ng o'tirang, ha? Qas. Ustam, dahshat deydigansiz. Bu mundrak aydigina ham qas. Ustam, men taksiringiz ufchidi ekan. Nima deysiz? Taksi ufchidi ekan. Ushmaydi, 4 chaqib mangidi, xanim. Ha, yo, ufchirib etdingiz shundaymi? Qas. Ufchar taksi degansizmi ya? Nima taksi? Ufchar taksi. Qo'ying, unda jiqqa qilmayman. Sizga qilmaydigansiz, emas ekansiz. Voy, Mana keldik. 4-chi qasqasi keldik, ha? Ustama. Shu to'xtatsam bo'la? Ha, ma'qul, mishadim kirib. To'tiring. Ay, men nima qilay? 10 chiqdi, 10. Abla ustam. Nima bo'ldi? Chataq bo'ldi. Nima chataq bo'ldi, nima? Bu sumkamga sog'andek qilgandingiz? Rost oshda esimda-da. Yo'qdir-da? Yo'q, uxladim, nari qolgandi. Yo'qtirdim, dedi. Rost yenimda pul yo'qtirdi. Yutib qo'ydingiz, ya xashilib etdingiz. Yo, xajmidim, hech nima. Bugun men ish qilib, bugun hozirgi jo'qarlikda bir tiyin pul xajmidim men. Xanim. Nima bo'ldi? Chiqishdan burun bir yanchuqlarni oqtirib beqib chiqsilramamda be, ha? İşgar bo'lsin bu, ha? Traktorim bu, kaynigimda eslib oldiganqa. Eslib oldiganqa degan nima odamlar? Voy, bir qarab chiqsangiz bo'lmabdimi? Voy, men shu qarasam kuncha deb turibdi ekan, shunga shuni to'sam bo'ldi deb qarab chiqdim. O chiqishdan burun pulni bormi yo'qmi, sanchi yanchuqni oqtirib bundaq qo'yib qaramamdi deyman bu chiqqandan burun. Qana qilsiz, adab men 10 ko'p pulni olmasam, men bu 4 malni boqaman. Voy, unda qilaylik. Munda lam qilaylik, siz ziyon tatmang. Aşı meni chiqqan yerimga ham olib qo'ying bo'ldi. Shuningda siz mushak akamigan bo'lasiz. Ashtaqlik qiling bo'ldi. Ashta qilaymi ya? Ha, ashta qiling. Joyim olib biting, men akamigan bo'lasiz. Ha, maqda. Ching o'tiring. Qasqasi bormiz. Qasqas. 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 Yana atraqda bo'ldi. Yashuga? Ha, misha shu bo'ldi, unda men tushib qolaveray, ya bo'ldi. Ma'qul, unda ustam ketavering, xo'sh. Bir yer bir qanday ama shuning. Nima soat jigim qo'yib ketmasa? Hoşçakalın, görüşürüz, şatlı.